Ota-onani tez qaritadigan ham farzand, tez o'ldiradigan ham farzand, o'lishiga yordam beradigan ham farzand. Juda ko'p tezroq o'lib ketishiga bolalar yordam beradi, qarashib boradi. Ota-ona bolalar qarashib qo'yadi, yordamlashib qo'yadi tezroq o'lishga deb bekorga aytmayapman. Bu hech qayerda aytilmagan gap bu. Odamlar ichidagi gap, ko'rib turib aytolmaydigan gap bu. Jasur. Chunki alami ko'p bo'ladi. Men senga shundalar qildim. Yemadim, ichmadim, kiymadim, seni boqdim, seni. Mehring shu bo'ldimi? Qaytarish shu bo'ldimi? degan ichidagi aytmagan alamlari odamni o'ldiradi. Aytgan alamlar chiqib ketadi. Bir gapni aytsangiz, tez aytib bersangiz, u tez chiqib ketadi. Sizdan chiqib ketdi, u ketdi koinotga. Ota-onani tez qaritadigan ham farzand, tez o'ldiradigan ham farzand, o'lishiga yordam beradigan ham farzand. Juda ko'p tezroq